Assalomu alaykum aziz obunachilar, kiritli sovrinlarda 6 soatlik hovlimizni ko'rsatib o'taman. Juda ham chiroyli qurilgan. 7 xona uy bor, alohida oshxona, sanuzellari bor. Kirosh qismi. Bag'da ziloniy zonalari. Turganimiz mana bitta katta hol. Bu tomonimiz mehmonxona. Remontlari zo'r qilib qilingan. Bu tomonda общий sanuzel. Bu tomonga kirganimizda kattalar uchun spalni. Bag'da sanuzeli. Buni detskiy xona qilib bersa ham bo'ladi. Remontlari chiroyli holatda. Rosa did bilan qurilgan. Bu tomonga kirganimizda yana bitta katta spalni. Bu sanuzeli. Egalari uyimiz uchun 135 ming $AQSh narx so'rashyapti. Yana oz-moz kam bor. Pastda nomer qoldirib qo'yamiz, telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Kattagina oshxonasi. Bu tomonda yana bitta xonamiz bor.